giderken şuna. Niye telefon kapatmadın ben? Vay! Ha, qada avalan yaxshimi adash, yaxshi turdingmi? Ha. Ha, nima ish qilibdi? Shu ma tush ishlamaysan, ma xotin tomoq etmay deganda endi. Yeb qo'yay deb uyga kelgan, ha. Saqlab. Ha. Nima? Savodashlar o'tirishi? Bugunmi? Oo, qiz savodashlarmi kelamki? Xush xabar bu. Xotirjam bilava. Savodashlar o'tirish men bo'lsam qizamda. Ha, bo'ldi. Tushlik ketcha, ishxona ishlar balla deb o'rinlashtiribdi men. Voy, xotinga emas, balla ishxona. Bizdan xotiniga men bir desam bir, ikki desam ikkijma. Ha. Hay. Bo'ldi, ha. Kez mehmon qilishlikim bor. Ha. Hay. Dijanab qolsa, diyarjon desanchang bor, ha. Bo'ldi. Xotirjammi? Ha. Ya, undasmi? Ha, bo'ldi. Ya, bu tomoq pishib qopti-ku, ha. Ama tomoq niyatli ishxona ishlari o'rinlashtirib edi-sha. Ha, bu xotirjam bo'la bu. Ma'qul adash-a? Ha, xo'sh. Bu poni atgan bilan pul oldigan ish bor. Ruxsat oldigan ish bor. Qanday qilayman? Mana. Berkat kalago'sh o'g'ris keldi. Qiziqli ishlar xudo. Xotin? Endi savodishingizdan ish qanday qilib turasiz? Qanday olishimdan? Voymi shu bir oy bo'lmadi sizlar o'tirib, savodashlar o'tirsin, qaytib ketdilar, bir savodishimizdan 5 oy bir kunga qolibdi dedingiz-ku. Uqmadim juma. Uqmadingizmi? Mana o'ylab baqsam, savodashlar yig'lab tushim yaxshi keldi-mi, ha? Ha, savodashlarning inoqligiga, ana birasini undaq demasa kelib qolsa, undaq qul yordam qildiganlarga, işte o'ylab qoldim-ku. Hatta menga bir gapingiz boqishmi? Ha? Ya, boshqa gap yo'q. Bizning bu savodash bolalar telefon qilibdi-ku. Men bormayman dedim. Bormayman bo'ldi. Ishlab borgan qo'shaqimda. Qo'shaqimiz bormi? Lekin o'ylab baqsam, endi men 4 yil endi sinab boshliq bo'ldim. Endi bolalarning menga bo'lgan hurmati bek cho'ncha. Uning ustiga Mush xotini bag'izmi deb. Voy, emsi bering. Siz manda deb turasiz, menda amal yo'q. Bo'pti. Basam badim. Ay, charsam nim bo'pti, biraz so'raychi. Ay. Nima boramizlar? Ha, mayli boramiz? Qizlamba. Ha, qizlamba? Yo'q, qizlar nima ish qildi biznikida? Hamma qiz aytik bo'lsa, erlar bag'izamda, sizlarnikiga er savodashlar borganlar biznikiga qizlar kelmaydi. Men mo'yim gapni deb qo'yay. Herkes aroq ichib qolmoqchimu. Siz aroq qilsangiz, faqat o'zingizga o'xshamaysiz. Tushundingizmi? Aroq ichmayman xotin bugun. Aroq ichmishmi? Mashay deb birmi? Xotin. Mashina mayqin o'tga jamon qilib ekan. So'rinning pulini to'lasa qachon? Ay yo'q, so'ringa pul qashlamdim men. Hammasi bo'ldi. Kartaning sizda ekanligini. Adanga nech pul kerak? Hamda basiniz, jiqli beram, bo'lmasa bamayli qo'ying. Yamiz kartani beramiz ya. Voy, boshdoqdilar. Bu ichidagi pulning hammani xashlayapsiniz, ha? Ya, men xashlaymadim dem. Siz naq pul berib qolsangiz, u yerda ishtikib chiqarib qolsam xash etib qolman. Kavgandan keyin sal xashlash tasarruf joningda. Ilinga. Atat mening ichida. Ma'qul. Rahmat xotin. Xo'sh. Tayyorligim qilaverdim. Hay, men gapimni yaxshi anglang-jumi, hergiz aroq ichib qolmang. Ya xotin, ishnachi. Eran so'ramangdi. Hay, hergiz ichmang-jumi. Voy, men san nima dedim? Aroq emas, choy ichmayman xotin men. Balduroq kelasiz kechda. Voy, xotin ansirayver ekansiz-mi? YouTube'dan kichik bo'lmasa, flamams deyman. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh-a? Endi, ma'qul. Qo'y.
balla hatırcam oturuyormuşma. Özüdüğünü özдөк, kıldığını kıldık. Mava di arcan, di kencan. Ne болып кеттің, мен саған ішіме дедім ғой, маған. Men arak içimizden kandak buldu. Endi di arcan, di sencan ne? Hey! Mara ne ketten diye? Ha? Қала. Mala! Almira! Siz mindep kapsız ha? Şunda mı? Ey, şu Almira ki, ben xotunum. Almira! Ali mektepteki o arzularınızı çörütten buraya ekeme, makul mu? Ben toy kıp buldum. Siz bana keçiktiniz. Mala demiş getoza deymen de, he? Ben mimar kılmen de bir muç çıkını kısam. Hemisi zaten koktu. Şunuz mu? Kıran. Şenmisiniz mi siz küstük be? 5600 koyup ki. Hemmeni ben tövdüm. Koncalan! Ey, 5600 günlük arak içtin mi? Vey, savakdaşlar görüşken ki 10 yıllık 5600 koy diyen nasıl bizgi hiç emez de. Bir şey seni. Almira men tol slav hemen ha? Bu boşanda adam bulmuşsa ya. Toğra. Bu boşanda adam bulmuşsa işkeli yalnızsa kamlaşmaydı. Nereye durun ha? Benim xotunum ba adam. Yasımında kılaylı. Siz kitin. Ben bu şey yalnız oturup birden pes kılay. Hey, bu keçirime ne gitme? Ben nereden bileyim? Hey, sizning hissiyatınızdan tushunib o'tiribman. Siz meni yaxshi ko'rasiz. Ketgingiz kelmay yotadi, lekin men eng yaxshi sizni uzib qo'yacağım. Mehmane? Men uzib men sizni uzib qo'yay. Siz uy berib baldiroq aram eling. Ma'quldan olmay uda qilma. Yaxshi olmaydi. Mening xotinim bor, odam ishgali, yolg'iz qolmaydi. Xo'sh. Ali mektepki ishlar beni so'rgan bilan endi ketishdi-da. Sen beni çıkarıp gitmezsana. Ben bu keçit neydi var Oy, yana qaytib kelibsiz-ku, ha? Gelin. Ne siz yana qaytib Siz gelsiz bu. Oy. Özlemden oydu be. Ben bu kim bulattı? Kimsiz? Ben Almira. Ha, maşının sonuçta unutup kaptık şunga ağaç kirgentin. Almira. Savakdaşlar oturuşunu maşında kılıştın mı? Oş, bakama ha. Savaktaşlar otursun ya, bağışandı kıgan. Men so'p kitken maşını ekep koygucu somkusunu unutup kaptı. Jinim xotin. Ey, meklaqın. Sen menden ansirab kelibsiz. Bana. Almira, siz turmay baxtimki o'taman, ha? Xotin. Ben sana tushundiray, ya. Ben hammani bugun tushundirib qo'yman. Ben sana bugun tushundirmasam, odam bo'lmay ketay. Rast. Ne ishensam, menimcha bu xotin bilan hech qanday ishim yo'q. Ben xotinimiz emas, ana xotinimiz. Ben Almira. Bu Almira sen mening xotinim. Mening Almira. Yok, ben Almira. Qarang, men so'p kaptı şunga Almira. Ben bayan siz dedimmi demedim siz ketding. Haqli satturda sen bunday xotinim. Ay xotin ben sana tushundirayım ben pardon şöyle. Ben razı desem çok xotin. Almira, mening oliy maktabga saboqchim. Mening suyimli xotinim Rema. Yok, ben savakta işim. Ben Almira, savakta işim. To'g'ri, Almira. Almira beni yaxshi ko'radi, oliy maktab. Yok. Ben tushundiray. Yok. Xotin, men seni So'qqansiz? yaxshi ko'rganligim uchun buningga ko'ngil bermay seni ag'am. Yok. Ben savakta işim, bu sizni yaxshi ko'rdi. Almira shundaymi emasmi sizda? So'p qopsiz. Uning ustiga bayan nima dedingiz, ha? Men so'p qolsin, men sizni mashina olib qo'yay degandingiz. Lekin men unutdim. Yok, bundan şu. Xotinimiz ana. Uning ustiga Almira siz odam emaskansiz. Xotin. Bana egi bo'lamsan, bo'lmamsan. Bo'zak qildi. Bana esilib silab yurdi. Yok. Hey, xotinime adam gibi salamdı. Yok. Ha. Hay. Xata
tushunishib qoldi. Hech qanday aldırmay paranglashma. Men so'p qopdi. Ben Almira'yla paranlaşmayman. Mening Almira'la faqat paranglashqim yo'q. Hey, mashqilla, endi gaqila. Xotin, Endi xotin olib qopti menda. uxlamabsan-ku? Voy, bek uxlatding. Bilmayman. Sen mendan asrab uxlamaysan-ku. Shuningga xotin qara. Assobga hammasi o'tasman, birinchilab qaytdim. Nima uchun? Sen uchun. Ha? Qara. Men yomg'ir yig'ayotgan bo'lsam, sen uchun piyoda keldim men. Piyoda keldingmi yo uchib keldingmi? Ayt deyishmasan bile. Bak. Xotin. Qo'saq ichib o'tdi-ku. Hey, 5600 ko'ylak so'ron qilib, qo'sqin to'ymadimi? Unga to'yanda ular senchilik o'xshamaydi xotin. Qilin. Nima esa? Mayli. Men oyoqlarimni silib, kiyimlarni almashtirib o'tiray. Ayqimni sol nima? Hey, o'tgina. Oy, qara bo'p ketgan. Ishma desam unamaysan. Meskal. Yani xotinning ichida qashmaydi.